Ko'rib turganinglardek, inson otini yaxshi ko'rib, ko'zlari quvonyapti va unga ko'zi tegyapti. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-aynul haq, ko'z nazar haqdir degan. Va yana boshqa hadisda tuyani qozonga, kishini mozorga tushiradi deb aytgan ko'z nazar haqida. Sizga ko'z tekkanining quyidagi 4 ta alomati bor. Eng asosiy alomat 4-inchisi. Birinchi alomat, agar sizga ko'z tegsa, har kuni yoki kun ora boshingiz sababsiz og'riydi. Ikkinchi alomati, yuragingiz siqiladi, tanada holsizlik, quvvatsizlik, dangasalik paydo bo'ladi. Uchinchi alomat, yuzingizda, belingizda, tananing har xil joylarida yaralar, dog'lar paydo bo'lishligi. Va eng asosiy 4-alomat esa Qur'on eshitganingizda, namoz o'qiganingizda esnaysiz, ko'zlaringiz yoshlanib ketadi va kuchli charchoqni bunda ham his qilasiz. Ayni shu ko'z, sehr kabi kasallar uchun Telegram kanalimizda jonli efirda ruhiy muolajamiz bor. Kanalimizga ulaning va o'z dardingizga shifo toping.